أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum qarindoshlar. Yana bugungi suhbatimiz din va inson munosabati degan suhbatning oxirisi. Din va inson munosabati. Qarindoshlar, bu yerda din degan chog'imizda Allohning dargohida birdan bir maqbul bo'lgan islom dini ko'zda tutiladi. Allohning dini bo'lgan bu islom dini hargiz insonga va insoniy bo'lgan narsalarga qarshi emas. Balki insonni va insoniy bo'lgan narsalarni qo'g'daydi. Islom nazariyasida diniy bo'lgan narsalar bilan insoniy bo'lgan narsalar bir-biriga zid kelmaydi. Ya'ni diniy bo'lgan narsalar insoniydir, insoniy bo'lgan narsalar diniydir. Texmo ochqa vaqtimizda islomiy bo'lgan narsalar insoniydir va insoniy bo'lgan har qanday narsa islomiydir. Demak, bizning dinimizda insonga qarshi, insoniy bo'lganlarga qarshi va insoniyatga qarshi hech bir narsa yo'q. Bu din ilohiy bir sistema bo'lish bilan insonga xizmat qiladi. Shundaqla insonmu o'z baxti uchun xizmat qilgan bu dinni qo'g'daydi. Mushundaq qilish aqlning taqozosidir. Aqli joyida bo'lgan har qanday kishi o'z manfaati uchun xizmat qiladigan narsani qo'g'daydi. Agar u narsa u insonni abadiy baxtli qila oladigan bo'lsa, islom diniga o'xshagan uni taxmu jon jahli bilan qo'g'daydi qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlar, biz aqlimizga kelsak, Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib, Sharqiy Turkistonning butun muqaddasatlarini yer bilan yakson qilib bo'lgan ekan. Bizning ma'rifimizmi xitoylashtirilib bo'libdi ekan. Aramizdagi iymoni va vijdoni bo'lganlarni o'ltirib, Xitoy tajovuzchilari o'rniga manqutlarni muallim qilib tiklab qo'yibdi ekan. Xitoy tajovuzchilari shu chog'da dinimizga hujum qilib, dinimizni xalqimizga sa'd ko'rsatib, kallamizni yuyishga boshlab bo'pti ekan. Ya'ni kallamizni yuyib bo'pti ekan. Manqurtlashib turib bo'pti ekan. Biz cho'ng olsak, maktablarimizda o'zimizning Uyg'ur ma'limlari tarafimizdan dinimizni apyonga o'xshatib, hujum boshlab bo'libdi ekan. Dinimizni xurofotlik bilan qarlaydi. Biz kichik vaqtda sinfda o'tsaq, dinimizni xurofotlik bilan qarlaydi. Dindan ayrilsak taraqqiyotga erishadiganligimizni tashviq qiladi. Ham yerda qandaqki bilmayman, mening sinfimda shu Osmonli qilib Turkiya qurilganligini, Turkiya dindan ayrilganini yoki taraqqiy qilganligini tashviq qiladi bizning maktabda. Ya'ni taraqqiy qilish uchun dindan ayrilishimiz kerak degan tashviqotni qiladi Xitoy tajovuzchilari. Bu Xitoy kontrolidagi maktablarda yetishib chiqqan manqurtlarmi Xitoyga o'xshashla dinimizga hujum qiladi qarindoshlar. Uning ustiga hozirgi dunyo sistemasida Xitoyning qarilishini ozlab, hozirgi dunyo Xitoy sistemasida humanizm deb ataladigan bir butparastlik virusi o'tirib qo'yildi. Hozir dunyoda shu humanizm buti dunyoni boshqaradi. Bu sistemada insonning nafsoniy tarafi butlashtirildi. İnsanның bir nefsi var, o nefsinin arzu, heveslari var, davamlı yamayışlarını qildib turdi-ku, şu insanның nefsani tarafı butlaştırıldı, ulug' qilib ko'rsatildi. İnsanның nefsani arzulari muqaddaslaştırıldı. Bununla erkinlik deb at verildi. Ve erkinlik namida dinga hujum qilindi. Dinimiz insonlarning erkinligini bo'g'adigan bir narsa qilib ko'rsatildi. Din tarafidan ügütilgen güzel ahlak, xurafotlik deb qaralandi.
din nimani tashabbus qilsa, u erkinlikni buzadigan xurofotlik deb tashviq qilindi. Qarindoshlar, Odam alayhissalomdan ta hozirgacha shu humanizm butparastligi o'tirg'i chiqqanga qadar dunyoda din hukmronlik qilib kelgan. Masalan, Qur'onda chiqadi ahli kitob deyiladi, yahudiylar, nasoralar deyiladi, majusiylar deyiladi, sabiin deyiladi. Har xil dindagi insonlar o'zining dinlari vatdi, batil bo'lsinmi, o'ydirib chiqarilgan bo'lsinmi, shu o'zining dinlari bo'yicha hukm qilinadi. Musulmonlar zoti shundaqdi. Dunyoga bu hukmronlik qilib kelgan bo'lsa, din hozir qadar humanizm safsatisi o'tirg'i chiqqandan keyin inson Allohning o'rniga dasitildi. Masalan, burunda aytdik-ku, hamma narsani Alloh inson uchun yaratdi, insonni o'zi uchun ibodat qilish uchun yaratdi deydik-ku. Va Allohga ibodat qilish uchun yaratdi deyildi. Va Allohni olib chiqarib aytgandan keyin hamma narsa inson uchun yaratildi, inson uchun yaratildi. Inson nimaga yaraydi deb javob yo'q. Shuning uchun bu Alloh din butun ma'arif sistemasidan chiqarib tashlandi. Aniki humanizmni ijod qilganlar butun kuchi bilan dinga hujum qilishni boshlab etdi. Dinni xususan islom dinini insonlarning erkinligini va kishilik huquqini bo'g'adigan xurofotlik deb e'lon qildi. Qarab baqsak, hozirmi dunyoga hech kimning boshqa dinlar bilan kari yo'q. Butunlay musulmonlar bilan islom bilan haplashishning sababi bu haqdan bo'lganligi uchun bo'ladi. Buni fursat bilgan Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqini o'z qo'rg'ini va qo'g'dichisi bo'lgan dinidan ayirib etish maqsadida butun kuchi bilan dinimizga hujum qildi. Chunki din bizni tirik tutib turadi. Bizni kuchli qilib tutib turadi. Biz kuchli bo'lsak, Xitoy vatanimizni yutib olmaydi, bizni assimilyatsiya qilolmaydi. Shuning uchun Xitoyga dinimiz putlashqachqa dinga hujum qildi, dinga yo'q qilishga tirishayotdi hozir qadar. Maoshlik mo'llalari ve maoshlik ziyolilar orqali bir-biriga pas berishib dinimizni qarladi Xitoy. Masalan, maoshlik mo'llalar islom nomidan xurofot ishlab chiqaradi. Maoshlik ziyolilar ilm-fan nomidan dinimizga hujum qiladi. Shuning bilan xalqimizning kallasida islom xurofot ishlab chiqaradi ekan deydigan bir xato qarash o'tirg'i chiqib dinimizga o'chilib qoladi. Xitoyning bunday qilishi xuddi orientalistlarga ishlaydigan maoshlik so'pilarning islom nomida buyurtma xurofot ishlab chiqarganidek bir ish. Va yana shu orientalistlarga ishlaydigan mollasimin maoshlik artistlarning u xurofotlikni bahona qilib dinimizga hujum qilganidek bir ish. Xitoy xuddi shunday qildi. Mollalarimiz xurofot ishlab chiqadi, Xitoyga ishlaydiganlar, undan keyin Xitoyga ishlaydigan ziyoli simon Xitoy odamlari dinimizga hujum qildi. Bundaq bir ahvol ostida ba'zi diniy kishilar dinimizni qo'g'dayman, humanizmga qarshi turman degan maqsadda humanizmga hujum qildim deb ba'zi insoniy bo'lgan narsalarga hujum qilib solgan kishilarmi bor? Ba'zi kishilar humanizmga qarshi turman deb tang-tungsiz gap qilib, diniy bo'lganlar bilan insoniy bo'lganlarni bir-biriga ziddak qilib ko'rsatib qo'ymoqda. Diniy bo'lganlar bilan insoniy bo'lganlarni xuddi bir-biriga ziddak qilib ko'rsatib qo'ymoqda. Bilimning tuvanligidan, nodonligidan. Halbuki diniy bo'lganlar bilan insoniy bo'lganlar bir-biriga zid emas bizning dinimizda. Dinimizga zid bo'lgan narsa insoniy bo'lgan narsalar emas, balki nafsoniy bo'lgan narsalardir. Shuni aniq bilib yetishimiz kerakki, insoniy bo'lgan narsalar bilan nafsoniy bo'lgan narsalar o'xshash narsalar emas. İnsani bo'lgan narsalar insonning ehtiyoji doirasiga kirgan narsalarga deyiladi. Nafsoniy bo'lgan narsalar insonning ehtiyoji doirasida bo'lmasdan, balki insonning havoyi havaslari doirasiga kirgan narsalarga deyiladi. Shuning uchun
insoniy bo'lgan har narsa dinidir va diniy bo'lgan har narsa insoniydir. Chunki din insonning fitratidir va insonning fitrati dindir. Ya'ni insonning fitrati bilan din o'xshashlar narsa. Islomda Alloh taolo bu haqda Sura Rum 30-oyatda bunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. La tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun. Ey inson, yuzingni dinga to'g'rila. Hanifan, tarafsiz bo'lib, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi partiyaga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi davlatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, insonlar bo'lsang, yuzingni islom diniga to'g'rila. Bu to'g'rilash degan gap qanday bo'ladi desa, misol bersak, masalan, telefonlarimizni bir narsaga Bluetoothga to'g'rilaymiz-ku. Buning Bluetooth'ni ochamiz, uning Bluetooth'ni ochamiz, anandan keyin qabul qil deganda bossaqlar, ikkisi bog'lanadi. Shunga o'xshagan inson yuzini dinga bog'lash uchun, o'zini dinga bog'lash uchun yuzimizni dinga to'g'rilashimiz lozim. Hanifan, tarafsiz. Din degan nima degan vaqtda u chaqda fitratalloh, ya'ni Allohning fitratiga to'g'rila. Din degan Allohning fitratidir. Endi bu Allohning fitrati nima? Allati fataran nas alayha. Allohning fitrati deganimiz shunday bir fitratki, Alloh insonlarni shu o'zining fitrati ustiga yaratdi. Ya'ni Allohning insonni bir yaratishi bor. Shu insonning yaratilishi shu Allohning fitrati ustiga yaratildi. Allohning fitrati, insonning fitrati o'xshash fitrat. Buni Alloh din deydi. Dinni Allah nima uchun yaratdi? Allohning fitrati bilan insonning fitratini bog'lash uchun. Uni bog'lash uchun nima lozimkan? Din lozimkan. Shuning uchun to'g'rilash uchun nima qilamiz? Oldi bilan ko'nglimizni ochamiz. Uada niyat deydigan biya bor. Buni tokkudni urib niyatni ochamiz islomga to'g'ri. Islomni qabul qilish niyati. Onun keyinden öyle irade deydigan bir yava ve qabul qilish jarayonida birlan basimiz iradamiz qabul qiladi. Allohning fitrati bilan bizning fitratimiz öyle bog'lanadi. Bu bog'lanishni din deymiz deydi Qur'on. La tabdila li xalqillah. Shuning uchun inson fitratini o'zgartirishga ruxsat yo'q. La tabdila li xalqillah. İnsan fitratini o'zgartirishga ruxsat yo'q. Allah insonni inson qilib yaratdi. Ikki xillam inson bor. Er kishi, ayol kishi deydigan. Bu ikki turlik insonni shu Allohning fitratiga, dinga bog'lash har bir insonning vazifasi. Agar fitrat buzilib ketsa, Allohning xalqi, la tabdila li xalqillah, Allohning yaratish sistemi o'zgartib etilsa, o'zgartib etilgan insonlar Allohning dinini qabul qilmaydi. Yajuj Majuj aylanib ketadi, Dajjal toifasiga aylanib ketadi, jahannamga ketib qoladi. Shuning uchun o'zimizni dinga bog'laymiz, fitratni o'zgartirishga yo'l qo'ymaymiz. Inson fitratini, inson tabiatini o'zgartirishga yo'l qo'ymaymiz. Bu Alloh buni cheklagan bir ish. Zalika ad-dinul qayyim. Mana shu inson orzu qilgan bir to'g'rini topsam, bir to'g'ri ustida bo'lsam deydigan insonning bir orzusi bo'ladi, haqiqat deydigan. Mana mushu din, Allohning dini, dini qayyim degan shu degan. Dinni tushuntirib bo'ldik. Hamda qayyim degan nima desa qarindoshlar? Qayyim degan zuqiyam deb tarjima qilindi. Qiymatlar sahibi deb. Ya'ni qiymatlar degan nima bu? Turkchada değer deyiladi. Hozir dunyoda uluslararası değerler degan bir gap bor Turkchada. İngilizcede international values deydi. Buni ham xalqaroliq qimmat qarashlar deb tarjima qilsak, bu dinda xalqaroliq qimmat qarash desak kichik bo'lib qoladi. Olam shumul qimmat qarashlar bor dinda. Xalqaroliq deganda insonlarning o'tirisi bo'layotgan qimmat qarashku bu. Bu bizning dinimizda olam shumul. Chunki Alloh Rabbul alamindir. Olamlarning hammasining Rabbi bo'lg'achqa
islom dinidagi qimmat qarashlar butun olamni o'z ichiga oladi. Har qanday olamni o'z ichiga oladi. Çünkü bu islom dinidagi qimmat qarashlar dunyo uchun uyg'un bo'lgandek, oxirat uchun uyg'un. Bizning dunyolik qisqa hayotimiz uchun uyg'un bo'lganidek, oxiratdagi abadiy hayotimiz, abadiy baxt saodatimiz uchunmi bu islom dini uyg'un. Shuning uchun bu islomning atini nima deymiz? Ad-dinul qayyim deymiz. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Bu oyatda ko'p sonliq insonlar bu haqiqatni bilmaydi deb, ko'p sonliq insonlarning xato ustida ketib qolganligini Alloh va'dalan qiladi. Shuning uchun ko'p sonliq bunda bo'lmasa, ko'p sonliq musulmon bo'lmasa, ko'p sonliq xato yo'lda ketib qolsa deb, ko'p sonliq agishib qolsak, shu ko'p sonliqning oqisini jahannamga ma'noda ish qilganlar. Bu ayet yalnız bu yerda emas, Sura'ning 43-oyatida bor. Faqim vajhaka lid-dinil qayyim min qabl ayati yawmin la maradda lahu min Allah yawma idh yasaddaun. O'xshash oyat, ya'ni 43-oyatda bor. Bu oyatlarga ko'ra insonning badani bilan ruhi bir tutash bo'lganidek va bir-biridan ayrilsa inson o'lganidek, insonning tabiati bilan fitrati bir-biri bilan tutishadi. İnsanның tabiati bilan fitratimi bir-biri bilan tutashdir, qarindoshlar. Va bir-biridan ayrilsa insondagi insonlik o'ladi. İnson tabiati bilan inson fitrati bir-biridan ayrilsa insondagi insonlik o'ladi. Bir elektronlik mahsulotga yumshoq mahsulotda o'xshatsak, masalan, bir elektronlik mahsulotda yumshoq detal bor-da, yumshoq detal bilan qattiq detal qandaq bir-biriga muhtoj bo'lsa, inson bilan dinmi bir-biriga shundoq muhtojdir. Yumshoq detal qattiq detalsiz ishga yaramaydi. Qattiq detalmi yumshoq detalsiz ishga yaramaydi. Xuddi shuningdek, insonmi dinsiz holda asli vazifasini ado qilolmaydi. Va dinmi insonsiz asli vazifasini ado qilolmaydi. Ko'rib turibmiz qarindoshlar, biz yashayotgan hozirgi bu zamonda humanizm deb atalgan but insonlar tarafidan Allohning o'rniga rastilgachga, insoniyatni qo'g'dash uchun kelgan dinmi insonlarni qo'g'day olmayotdi. İnsanların qo'lida tarixda ko'rilib boqmagan boyliqlar va taraqqiyotlar bor hozir. Bu dunyodagi bu qadar boyliq hamma kishiga yetadigan turg'uliq kuchliklarning dinsizligidan bu go'zal dunyo ojizlar uchun jahannamga aylanib ketib boradi. Mana bu dinsizlikning balosi. Demak, din bilan inson bir-biridan ayrilanmaydigan va ayrilsa bo'lmaydigan qo'shmaq taqdirdoshlardirki, birga bo'lganda jannatlar o'ttirga chiqadi va bir-biridan ayrilganda jahannam o'ttirga chiqadi. Qarindoshlar, yuqorida inson maqsad va din vosita deyildi. Va din insonga xizmat qilish uchun loyihalangan ilohiy bir sistema deyildi. Undaqda bu din insonga qanday xizmat qiladi va nimalarni qilib beradi degan savollar chiqadi. Va bu suhbatning temasi chala tushuntirilgan diniy nuqtalar deb atalg'achqa, qaysi nuqtalar chala tushuntirilgan degan savolmi chiqadi. Endi bu savollarning javobini topshirib baqayli. Qarindoshlar, islom dini Odam alayhissalomdan Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan orliqdagi butun payg'ambarlarga Alloh taolo tarafidan tushirilgan birdan bir dindir. Alloh taolo bu haqda Qur'onda mundaq deydi: Innad-dina indallohil islam. Wa ma ikhtalafa utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan baynahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallohul azim. Ali Imron 19-oyat. Allah'ның dergahideki haqiqiy din İslam'dır. Kur'an uçuk deydi. Yana bir ayette وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim buluşudan qat'i nazar İslam dinidan başqa bir dinni din de qabul qilsa, u hargiz maqbul emas. Bu ayet. Shuning uchun bu yerda islom degan din degan vaqtimizda islom dini ko'zda tutiladi. Bu islom dini Odam alayhissalom, Muhammad alayhissalom orlig'idagi
bütün zamanlarda qabul qilgan birdan bir dindir. Unda bo'lganda nimani qo'g'daydi? Bu islom dini insonlarga doir 5 cho'ng manfaatni qo'g'daydi qarindoshlar. İslamның qo'g'dash uchun kelgani insonning manfaatini qo'g'dash uchun. Birinchi manfaatimiz islom dini insonlarning iymonini qo'g'daydi. Iymonini qo'g'daydi deganimiz dunyo va oxiratlik qimmat qarashini qo'g'daydi degan gap. İnson aqlliq, jonliq bo'lg'achqa bir qimmat qarashga majbur. Aqidalik yashashga majbur inson. Shu insonning aqidasini qo'g'daydi, iymonini qo'g'daydi. Shu insonni qimmatli qiladigan qimmat qarashlarini qo'g'daydi. Ikkinchisi, insonning jonini qo'g'daydi. Bunda deganlik jonini qo'g'daydi degan gap o'ltirilishdan ham saqlab qoladi degan gap emas. Ham o'ltirilishdan saqlab qoladi, o'ltirilishni cheklaydi islom dini. Bakadan bakaga bir odamning yana bir odamni o'ltirish haqqi yo'q. Faqat qonun orqali jinoyat ishlagan bo'lsa, shu qonun moddalariga ko'ra o'lim jazosi beriladigan moddalarga to'g'ri kelsa, qonun orqali o'ltiriladi. Bo'lmasa hech qanday bir shaxsning, hech qanday bir davlatning bir insonni o'ltirish haqqi bo'lmaydi. Ya'ni umrini qo'g'daydi. Bir narsani islom cheklagan bo'lsa yoki buyruq qilgan bo'lsa, shu insonning umriga foydasi bo'lsin deb, shu insonning umrini qo'g'dab qilish uchun. İnsanның hayotini qo'g'daydi. Bu hayot oddiy binas emas. Mush hayot orqali abadiy hayotimizni qazanadigan bir hayotmi shu. Bizning bu dunyodagi mablag'imiz, birdan bir mablag'imiz mush hayotimiz shu. Shu hayotimizni qo'g'daydi, lekin vaqtini qo'g'daydi. Umrni yashadim deb baka o'tkazayotgan nurg'a odamlar bor umrini. Bizning umrimiz nurg'un baka o'tib ketadi. Shu vaqtimizni qo'g'dash uchun, ömrimizni, jonimizni qo'g'dash uchun kelgan qarindoshlar. Uchinchisi insonlarning aqlini qo'g'daydi. Aqlini qo'g'daydi deganlik hamda islomning birdan bir muxotibi aql. Aql yo'q yerda mukallafiyat bo'lmaydi. Shuning uchun insonning aqlini qo'g'dash zaruriy bo'lg'achqa, islom dini insonlarning aqlini qo'g'daydi. Aqlini qo'g'daydi deganlik insonlarning insonlik salohiyatini qo'g'daydi. Ya'ni bu insonlar insonlik salohiyatidan chiqib ketmasin, hayvonlashib ketmasin, ya hayvondimi tuvalg'i chiqib qolmasin deb Alloh bir narsani amr qiladi yoki bir narsani cheklaydi. İnsoniy qobiliyatlarini qo'g'daydi insonning. Chunki islomga uyg'un yashasa, inson davomli insoniy qobiliyatlar bilan birga yashaydi. İslamdan ayrilgandan keyin insoniy qobiliyatlarini yo'q qilib o'tadi. Qo'ldan berib qo'ydi. To'rtinchi, insonlarning naslini qo'g'daydi. Nesli degan faqatlan balchaqalarini degan gap emas, or nomusini qo'g'daydi, shon sharafini qo'g'daydi. Chunki inson nasli, insonning or nomusi, shon sharafi bilan munosabatlik. Shu insonning nasli sog'lom bo'lsa, pokiz bo'lsa, o najib millat chiqadi undan. Agar nasli buzilib ketib qolsa, undan shalg'ut millat chiqadi. Shuning uchun bu islom insonlarning naslini qo'g'dash uchun keladi. Beshinchi, insonlarning mol-mulkini qo'g'daydi. Mal-mulk deganimiz qo'limizda bor shaxsiy mulklarimizni tartib, vatandan iborat milliy mulkgacha, eglik huquqimizgacha, ota meroslarimizdan ajdod merosi bo'lgan vatangacha hammani islomiyat qo'g'dash uchun yaratilgan. Mush 5 ana narsani qo'g'daydi. Qarindoshlarimiz bir tasavvur qilib boqaylik. O'zimizga masalan, mening deyli, iymonim mukammal bo'lgan bo'lsa, dunyo va oxiratlik qimmat qarashim mukammal bo'lgan bo'lsa, Cenim nayet emniyette qoğdalayotgan bolsa, ömrüm yaxşı o'tayotgan bolsa, hayatım güzel, vaqtim nayet qimmatli o'tayotgan bolsa, aqlim mukammal bo'lgan bolsa, insonlik salohiyati to'liq bo'lgan bolsa, qobiliyatlarim yuksak bo'lgan bolsa, neslim mukammal, balchaqalarim nayet güzel, aqlli, joyida ketib qolgan bolsa, or nomusim joyida, shon sharafim joyida, Anki mal-mulkim mükemmel, vatanimizning qo'limizda taraqqiy qilg'iliq, egilik huquqimiz va ota meroslarimiz, ajdod meroslari hammamiz qo'limizda bo'lgan bo'lsa, mushunday bir shaxsni tasavvur qilib boqaylik, dunyo va oxiratda baxtli inson degan gap. Shu bizni shu holatda qo'g'dab qolish uchun Alloh bu islom dinini yaratdi, qarindoshlar. Islom dini dushmanimiz emas, bizning jon tomirimiz. Uningdan ayrilsak, o'limiz, qarindoshlar.
islom dini har qanday bir ishni farz, vojib, sunnat yoki mustahab degan bo'lsa, shu 5 nuqtani qo'g'dash uchun yoki kuchlantirish uchun deydi uni. Agar islom dini bir narsani harom degan bo'lsa, makruh degan bo'lsa, mufsid degan bo'lsa, bu bo'lmaydi degan bo'lsa, cheklagan bo'lsa, yana shu 5 nuqtaning zarar ko'rishining oldini olish uchun va qo'g'dash uchundir qarindoshlar. Ya'ni shu 5 asosliq manfaatimizni qo'g'dash uchun. Shunga insonlarga dinimiz tabliğ qilingan chog'larda shariatning maqsadlari bo'lgan bu 5 nuqta yaxshi tushuntirilishi kerak. Buni qilinglar, dinimiz shunday amr qiladi deyish yoki buni qilmanglar, dinimiz cheklaydi deyish dinni tushunmaydigan insonlarni dindan uzoqlashtiradi. Chunki ular din har narsaga aralashib oladi ekan, erkinligimizni bug'di ekan deb o'ylab qoladi. Agar her bir buyurilgan ishning yoki cheklangan ishning bizning dunyo va oxiratlik manfaatimiz bilan munosabatli ekanligi chiroyli tushuntirilgan bo'lsa, chiroyli tushuntirilgan chog'da qanday bo'ladi? Din insonlarga asli mohiyati bo'yicha go'zal va suyumli ko'rinadi. Masalan, bir misol olsak, qarindoshlar, siz bir davlatning valiahdi bo'ladigan bir shahzodasini qo'g'daysiz deydi. O davlatning kelgusi, istiqboli o shahzodaga bog'liq. O hokimiyatning egilik huquqining shu yerda qolishi yoki boshqa yerga ketishi bu shahzodaga bog'liq. Siz shu shahzodani qo'g'daysiz deydi. Qo'g'dash jarayonida uning amonlik uchun uni nurg'un ishlardan cheklashga to'g'ri keladi. Yoki "Ba'man o'ylab qolasizmi yoki bu" deb. Siz unga izohat bermaylar, cheklasangiz, o neticede sizden nefretlenirdi. O şahzade sizden nefretlenirdi. Çünkü o sizden onun hem işine aralışıdığanlığınızı ve onun erkekliğine daxil taarruz qiladiganligingizni tushunadi ve sizni xato tushunib oladi. Agar siz o shahzodaga uning bir valiahdi ekanligini, bu davlatning ulug' muhim bir shahzodasi ekanligini, uning hayotiga qasd qiladigan dushmanlarning har yerda bo'lishi ehtimolligini ve her fursatni ching tutib düşmanlar onunla suikast qilish ehtimolli borligini va bu shahzoda dunyodan ketib qolsa davlatning vayronlikqa yuz tutganligini yo'qolishga berib taqiladiganligini, shuning uchun uni qo'g'dash maqsadida uni ba'zi ishlardan cheklayotganligingizni tushundirsangiz, o maqsadni tushundirgandan keyin sizni suyudi. Xuddi shuningdek dinni so'ydirish uchun dinning har amri farmonidagi ve her çeklemesideki dinimizin maksidi uçuk ve to'liq tushuntirilishi lazım. Bu nokta xalqimizga tushuntirilmageçke yoki chala tushuntirilgeçke xalqimiz o'z qo'g'dug'ichimiz bo'lgan dinimizga to'g'ri muomalada bo'lolmayapti ve ta'tir tanasib şekilde xalqimiz dinimizdan uzoqlashgan sari ma'naviy kasalligi eg'irlashib ketib boradi ve acizlab ketib boradi. Dinimizning emir fermanlarini fiqh ilmi o'qish orqali bilgili bo'ladi. Fiqh hukmlarining dalillarini usul fiqh o'qish orqali bilgili bo'ladi. Ammo dinimizning emir fermanlarining hikmatlarini ve sebeplerini maqosidu shari'a deb ataladigan ilmni o'qish orqali o'rgangili ve tushundirgili bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun inson va din munosabatidagi barliq masalalar chala tushuntirish va xato tushuntirishdan kelib chiqqan bo'lg'achqa islom dinimiz chuqum maqosidu shari'a ilmi bilan tushuntirilishi lozim. Shundoq bo'lganda xalqimiz dinga qaytadi, din bilan uyg'onadi, din bilan tiriladi, asliga keladi. O'zini ve öz ahvolini tunib yetadi, shundoqla dushmanini tunaydi. İnsanlıkqa qaytib keladi, insoniy taraflari asliga keladi, o'lgan ruhi qaytadan din bilan tiriladi qarindoshlar. Xuddi Muhammad alayhissalom zamonidagi o'lgan jahiliyat arablarining islom bilan tirilib sahoba bo'lganiga o'xshash.
Müşagichi bo'lsin qarindoshlar. Alloh hammamizni to'g'ri dinimiz islom bilan tunishishga, islomiyatni qabul qilishga nasib qilsin. Shu ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimiz, qilgan duolarimiz qabul bo'lsin. Qilgan tövbe istig'forlarimiz qabul bo'lsin. Alloh hammamizni dunyo va oxiratda baxtli qilsin qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.